Kechasi tez-tez uyg'onasizmi? Prostata bezi sizni bezovta qilyaptimi? Prostamix 14 ta tabiiy giyohdan tayyorlangan kapsulalar prostatit, jinsiy zaiflik va adenomaga qarshi kuchli vosita. Bir hafta ichida siz natijani his qilasiz. Minglab erkaklar Prostamixni tanladi. Sizchi? Bugunning o'zida buyurtma bering va 50% lik chegirmani faollashtiring. Kafolati bor. Natija bo'lmasa pulingiz qaytariladi. 55 kodi bilan 503 22 00 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Mutaxassislar bilan bog'laning va buyurtma bering. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. NTV telekanalini xabariga ko'ra Putin Rossiya Mudofaa vazirligiga Starobelskdagi kollejga Ukraina qurolli kuchlari bergan zarbaga javob choralari bo'yicha takliflar tayyorlashni topshirdi. Eshitmaganlar uchun eslatma: 22 mayga o'tar kechasi Lugansk Xalq Respublikasining Starobelsk shahrida Ukraina dronlarini pedagogika kolleji o'quv binosi va yotoqxonasiga qilgan hujumidan so'ng favqulodda holat rejimi joriy etildi. Bu haqda Lugansk Xalq Respublikasi rahbari Leonid Pasechnikning farmonida aytilgan. Lugansk Xalq Respublikasi rahbarini Telegram kanalida yozishicha, Starobelskdagi vaziyat hanuz murakkabligicha qolmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, zarba natijasida 6 nafar talaba qurbon bo'lgani ma'lum. Yana 15 kishini qayerdaligi aniqlanmagan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari vayronalarni tozalash ishlarini davom ettirmoqda. Shaharning barcha xizmatlari kuchaytirilgan tartibda ishlamoqda. Jabrlanganlarning ota-onalari vaqtinchalik joylashtirish punktida turibdi. Ular barcha zarur narsalar bilan ta'minlangan. Ular bilan psixologlar va shifokorlar ish olib bormoqda. 22 may kuni Ukraina qurolli kuchlari Starobelskdagi universitet kollejini o'quv binosi va yotoqxonasiga hujum qilgan. Leonid Pasechnikning aytishicha, hujum paytida yotoqxonada 86 nafar o'smir bo'lgan. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu voqeani Kiyev rejimi tomonidan sodir etilgan dahshatli jinoyat deb atadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa Lugansk Xalq Respublikasidagi kollej yotoqxonasiga berilgan zarbani terakt deb baholadi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, Starobelskdagi kollej binolariga qilingan zarbalar Ukraina qurolli kuchlari tomonidan G'arb davlatlari ko'magida amalga oshirilgan bo'lib, ular avval ham Kiyevga yordam berib kelgan. Vazirlikning ta'kidlashicha, bu zarba tasodifiy bo'lishi mumkin emas, chunki binoda bo'lganlarning hech biri jangovar harakatlarda ishtirok etmagan va ishtirok etish ham mumkin emas edi. Shuningdek, kollej yaqinida harbiy obyektlar bo'lmagani ham qayd etildi. Putinning Starobelskdagi talabalar yotoqxonasiga zarba bo'yicha bayonotida bildirishicha, yotoqxonaga zarbalar talabalar uxlab yotgan tunda berilgan. Oqibatda 6 kishi halok bo'lgan, 39 nafar kishi jarohat olgan, 15 nafar kishi bedarak yo'qolgan. Vayronalarni tozalash ishlari davom etmoqda. Shuningdek, kollej yaqinida hech qanday harbiy obyekt yoki maxsus xizmatlar bo'lgan emas. Shuning uchun bino Rossiya havo hujumidan mudofaa yoki radioelektron kurash vositalari ta'sirida zararlangan deb aytishga hech qanday asos yo'q. Ukraina qurolli kuchlari binolarga 3 bosqichda hujum qilgan, ya'ni bir nuqtaga 16 ta dron zarba bergan. Prezident Putin o'z bayonotida ukrainalik harbiylarni Kiyevni jinoiy buyruqlarini bajarmaslikka chaqirgan. Putinga ko'ra, terakt sababi Kiyevni frontdagi muvaffaqiyatsizliklari sanaladi. Ukraina qurolli kuchlari uchun vaziyat halokatli tus olmoqda. G'arbning yordami esa muntazam talon-taroj qilinmoqda. Kiyev rejimi odamlarni ko'chadan daydi itlardek tutib ketmoqda. Keyin esa o'z manfaatlari yo'lida ularni o'limga moldek haydamoqda. Aytgancha, Rossiya tomonidan Ukraina qurolli kuchlarini Starobelskdagi terakti munosabati bilan so'ralgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi yig'ilishi 22 may kuni bo'lib o'tdi. Moskva vaqti bilan soat 22:00 da boshlangan yig'ilishda Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi Rossiyaning doimiy elchisi Vasiliy Nebenza so'z olib, G'arbning ko'plab davlatlari Zelenskiy rejimiga asosiy qurol yetkazib beruvchilar hisoblanishini va buni o'z huquqi
deb bilishini yashirmasligini ta'kidlagan. Shuningdek, Rossiyada G'arbni poytaxtlari Ukraina qurolli kuchlarini razvedka ma'lumotlari bilan ta'minlayotgani va nishonlarni aniqlashda yordam berayotgani haqida ishonchli ma'lumotlar mavjudligini bildirgan. O'z bayonoti yakunida Nebenziya Moskvani xalqaro jamoatchilikni Zelenskiy rejimi tomonidan sodir etilayotgan jinoiy harakatlarga xolis baho berishga va Starobelskdagi teraktni qoralashga chaqirgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov esa vaziyatni baholarkan, Starobelskda uxlab yotgan bolalarga berilgan zarbani jangovar maydonda mag'lubiyatga uchrayotgan Kiyev hokimiyatini qo'rqoq, terroristik va insoniyatga qarshi mohiyatini yana bir isboti ekanini ma'lum qilgan. Ukrainaning Strana agentligining qayd qilishicha, bu zarbadan keyin Ukraina poytaxti Kiyevni olov ichida qolgan holda vayronaga aylanish ehtimoli 99% ga oshdi. Bu gapga esa tushundi. Voqealarni va juni birgalikda kuzatamiz. Turfa-olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.